pozitsiya va usulimizni azroq o'zgartib baqsa qandaq deysiz? Masalan, hamisha o'zimizning xatoligimiz, ojizligimiz haqida so'zlashganning o'rniga afzalligimiz va ortiqchiligimiz haqida so'zlashib baqsaq. Aramizdagi yomonlardan qaqshash o'rniga aramizdagi yaxshilarga ilhom va madad bersak. Xalqimizda illat ko'p deganning o'rniga bizmo o'zimizni isloh qila olamiz desak. Boshqalar haqida kun, oy, yillab vaqt o'tkazgicha o'zimizning ishini yaxshi qilsak. Hech kim qilmayotidi deganning o'rniga o'zimiz qilib ko'rsatib qo'ysak. Boshqalar haqida so'z qilishdan burun o'zimiz haqidami azroq o'ylanib qo'ysak. Anglagan hamma gapga ishonishdan burun azroq tekshirib isbotlab baqsaq. Biz qilolmaymiz o'rniga sinab ko'rib baqayli desak. Malla bilaman, menmi to'pikar deganning o'rniga bizning mushiyaga kelishimizga hassa qo'shgan qo'llaganlarga rahmat desak. Har kuni boshqalarning hikoyasini o'qigandan ko'ra o'zimizning hikoyasini yozishga urinib baqsaq. Mushundaq qilsak, azroq bo'lsa o'zgarish bo'ladimi?